qarshi kurash juda ham kuchli jadal bo'lib boryapti. Fevral oyida endi qaysi sinflarga kirganman bilmadim. Fevral oyida ham biz sinflarga kirib targ'ibot ishlarini olib borganmiz va yana mana bugun yoshlar kuni deb e'lon qilinibdi. Shu munosabat bilan sizlar maktablarda giyohvandlik va uning salbiy oqibatlari mavzusida ozgina davlat suhbati o'tkazamiz. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa yoki fikrlar bo'lsa, bemalol o'zingizlar fikrlaringiz, savollaringizni berishingiz mumkin. Giyohvandlik degani nimani tushunamiz? Tushunchalar bilganimizcha biz davlat suhbati qilib o'tkazamiz. Quruq ma'ruza qilsam bo'lmaydi. Nima, qanaqa turlari bor? Nima bo'ladi? Kimda qanaqa fikr bor? Erkin fikrlashni o'rganish. Giyohvandlik deganda nima degan savol berasiz. Saralashib tushunaman. Ne ayting? Tushunganingizni ayting. Saralashib tushunaman. Zararli narsa. Yana-chi. Bo'ldi. Puli ham zararli narsa. Buni hech qanaqa qiladigan ishlari, qiladigan jinoyatlarni hammamiz bilamiz. Endi hozir mana giyohvandlik vositalari ko'knori holatida endi katta anaqalar bo'lardi. Hozir nasha ko'payib ketgan bizda. Nasha bilan keyin har xil tabletkalar, hidlaydigan narsalar bilan bo'lgan. Lekin hammasi borib kuchaygandan keyin butun tanani zarar beradi. Ong hamda ichki organlarda. Alkogolizm bilan og'riganlar mana surunkali alkogolizm deymiz, spirtli ichimliklarga tobe bo'lganlar bor. Alohida alkogolizm kasalligi bor. Berilar chekish to'g'risida mana chekkan odamni o'pkasi manaqa holatlarga kelib qoladi mana. Chekkan odamni o'pkasi mana. Rakka olib keladi. Nos chekish, sigaret chekish. Bo'ldinglarmi? Ha? Kirishimizda pastda. Qaranglar, o'sha kimlardir, qandaydir noto'g'ri narsa sezsanglar, o'sha ishonch tutisiga o'sha familiyasini solsanglar, sizlarda familiyasinglar sir saqlanadi. Nimadir oldin olgan bo'ladi, o'sha sizlar kimnidir yozib qo'yganlar, buni hamma qolib ketmaydi. O'sha chekishda, ichishda zararlar to'g'risida gapirdilar. Nima? Agar ko'p chekkan odamni, ko'p ichgan odamni qonida shu nikotin saqlanib qoladi. Biologiya fanini o'qitgan bo'lsalar kerak-a? Gen degan narsa bor, to'g'rimi? U gen ash organizmda hamma xislatlarini avloddan avlodga o'tkazadigan narsa, vosita. Shu genga o'tirib qoladi sigaret. Kimdir chekadigan bo'lsa, o'ziga ta'sir qilmaydi, shuni bolasiga ham ta'sir qiladi. Mana dunyoqarashlar kengayadi, shuni ham bilasizlar, lekin hozir ham ko'pchiliklar bilasizlar. Hozir nima ko'payib ketdi? Juda ko'pchilikning yurak operatsiya bo'lyapti, to'g'rimi? Yurak operatsiya bo'lyapti, yuragiga stent qo'ydirib ketdi degan narsalar ko'payib ketdi. Shu yurakka stent qo'ydirish yurakning tomirlari torayib ketadi. Yurak qon tomirlari torayib ketishi sizga nikotin hisobiga kelib chiqadi. Mana ko'p bo'lib eshitgan bo'lsalar kerak, 2 gram nikotin odamni o'ldiradi. Bu sigaretda juda ham ma'lum foizlar yurakni toraydi, qon tomirini toraytiradi. Shu yuragiga stent qo'ydirayotganlar, yuragi chata bo'layotganlar, hammasi shu uzoq sigaret chekkandan bo'ladi. U stent qo'ydirgandan keyin 50 keladigan tilxat olib qo'yiladi. Agar shu stent qo'ydirayotganda o'lib qolsam, roziman, hech qanday davoim yo'q deb turib keyin stent qo'ydiradi. Demak, ko'ryapsizlarmi qanaqa narsa? Uni ham 50% yaxshi bo'ladi, 50% yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun sigaret vositalaridan mutlaqo ketish kerak, qochish kerak, yaqinlashmaslik kerak. Yana hamma yo'lda gap bo'ldinglarmi? Men o'ylayman, xudo xolisa yaxshi bo'ladi sizlarda. Endi bunaqa ma'lumotlar juda ko'p bo'ladi. Sizlar bilan ko'p uchrashamiz. Shunaqa narsalarga e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi. Albatta, tish yuvish kerak. Eng ko'p infeksiya og'iz bo'shlig'ida bo'ladi. Revmatizm kasalligi, buyrak shamollash kasalligi, virus kasalliklar hammasi og'izdan tarqaladi. Shuning uchun ertalabda sahar turib og'izni yuvish kerak, tishni zublar pasta bilan shotka bilan. Yotishdan oldin ovqatlanib bo'lgandan keyin yotishdan oldin tishni yuvish kerak. Sen aytasan shu narsalarni, sen maktab hamshirasi bo'lib aytib boshla. Kimda menga savollar bor? Ha? Bo'shashtirib o'rnatyapsiz. Ha. Bunga yo'qotish bo'lmaydi O'zbekistonda. Har bir kishiga to'g'ri. Bo'lmaydi. Savollar bo'lsa murojaat qilsa ayting. Nimalar tushuntirasan buni? Mana aytmanda sen kelasan. Seni funksiyonlarimiz nimadan iborat? Mana shu 10-10 sinflar ichiga. Rasm qilyapsizlarmi? Kim qilyapti? Uyoqdan olamizmi biz? Ha, bizdan. Mendan olamiz. Xo'p, yana nima bor? Odamga qarab turib o'zing shu qosh bo'lib,
Nalarni ko'rib ko'rishim kerak so'rayapti. Tibbiyot xodimi ish so'rab kelyapti, u yoqda ish yo'q, olmayapti, balobatda degan gap so'zlar orqasiga kelyapti. Shuning uchun hamshira bo'lmaslik kerak gaplar. Boshqa sohalarda. Vrach bo'lsalar ish yetadi. O'qituvchi bo'lsalar ish yetadi. O'g'illar o'qituvchilarga ham ish shuncha. Yuridik sohalarda ham ishlar nasib yo'q. Iqtisodchi, dunyo bo'yicha kimda menga savol bor edi? Bundan birorta foyda chiqadimi? Chunki masalan hamma bu yerda bir-biri bilan tanish. Masalan kimdir unga nimadir so'rayotgan bo'lsam, birortasini agar sen tanishing manaqa solindi degan narsalar bo'ladi. Shunda foydasi bo'lishi qiyin, ishonch ustunlarni. Undan ko'ra masalan Andijon davlat universitetini alohida rektorlar tomonidan tekshiriladigan botlar bor, maktablarda ham shular yaratilsa foydali bo'lmaydimi? Men javob beraveraymi? Keyingi yildan o'zi o'quvchilarda 3 oylik narkotik qabul qilgan chiqarib beradigan indikatorlar qilyapti. Bu maktablarga tatbiq qilinadi. Hozircha ishonch ustunlari tashkil qilindi. Chunki hech kim yo'g'ida qo'yishi mumkin bu. Masalan kimdir ko'rishi mumkin. Agar masalan kimdir solyapti, buni ko'rdi, maktablarda kameralar ishlaydi. Aynan biz maktabda ko'p bo'lmasa ham boshqa maktablarda, zallarda bo'lishi mumkin. Masalan, u birorta direktorning qarindoshi bo'lishi mumkin. Kimdir masalan qarindoshi bo'lsa, u tekshirilayotgan paytda mana odam tarafdan keltirildi bu degan bo'lsa, bu odam masalan kafolatlanadi. Uni kafolatlanadi. Chunki u odam hech himoya qilinadi, tushundingizmi? Keyin siz kimdir ishonch qilsangiz kimdir yozsa ham darrov olib qamab bir bola qilib qo'ymaydi. Tekshiriladi, o'rganiladi, sekin-sekin yordam qilinadi. U dushman tariqasida emas, do'st tariqasida qilinayotgan narsa aslida bilinsa bo'ladi. Yo'q, do'st tariqasida qilinadi, lekin o'quvchilar orasida bunga tushunilish qiyin bo'ladi. Masalan, haligi bir-birini ustidan kulib, sen sotqonsan, sen undan degan narsa ko'payadi. Bo'ldi. Malades, siz haqiqiy hozir eng katta muammoni ko'tardingiz. To'g'ri aytyapsiz. Malades, boshqa bo'lish kerak. Yana kimga savol bor? Kimdir hayotga qaytarishga xizmat qilgan bo'ladi. Bundan cho'chmang. Loqatlikdan Alloh saqlasin. Mana bizda bitta doktor bor. Omad tilayman. Yaxshi tugatib olganlar o'qib yuradi. Yana yerga uchrashuv kelganimizda mana shu yerda o'tgan mayda turganlardan 25 ta savol bilan topib kirib ketdi. Bu yana 25 tamiz kelamiz deydigan zamonda uchrashayapsizlar. Hammalarga muvaffaqiyat tilayman. Imtihonlarni yaxshi topshirib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buloqbosh tuman tibbiyot buyurtmasi boshlig'ining Davron Tursunov. Tez yordam 103 bo'limining mudiri hamda tumanimiz bosh narkologi bilan birgalikda bugun payshanba yoshlar bilan uchrashish kuni munosabati bilan Qashqar MFI yoshlari 17-maktabni 10-11 sinf o'quvchilari uchrashuv o'tkazdik. Ularga chekish, zararli odatlarni oldini olish bo'yicha uni organizmga zararlari, nikotin moddasining organizmga zararli ta'sirlari, tamaki mahsulotlari organizmga ta'sirlari to'g'risida suhbat o'tkazdik. Ular suhbat ko'tarinki tarzda savol-javoblarga xos bo'ldi. Bundan tashqari bularga uni ziyoni, kelajakda qanday asoratlarga olib kelishi, turli xil qanday kasallarga olib kelishlari to'g'risida tushuncha berdik. Ularni qiziqtirgan savollarga javob berdik. Hamda ularga shu narsalardan illatlarga yaqinlashmaslik hamda sog'lom turmush tarziga amal qilish to'g'risida targ'ibot tashviqotlarini olib bordik. Ularni qiziqtirgan savollarga javob berdik. Uchrashuvda qiziqarli tarzda o'tdi. Xursand bo'lib qolishdi. Bu albatta bizning bir oxirgi uchrashuvimiz emas. Hali bunaqa uchrashuvlar ko'p davom etadi. Biz o'tkazgan uchrashuvimiz savol-javob tarzida o'tdi. Erkin tarzda o'tganimiz o'qituvchilarda ham, shu ustozlarda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Yana shu suhbatlarni ko'p o'tkazishimizga tilaklar bildirishdi. Bu davom etadi. Hali uzoq davom etadi. Ko'p uchrashamiz. Albatta men o'ylayman, bunda sog'lom turmushni yana ko'proq targ'ibot qilamiz. Bu yomon chekish illati, har xil illatlar shundan to'xtaydi.